O'limi oldidan bir ota o'g'liga dedi: "Mana, menga bobong bergan soat, u deyarli 200 yoshda. Uni senga berishimdan avval zargarlik do'koniga bor, ularga sotmoqchi ekanligimni ayt va ular senga qancha taklif qilishlarini bil." O'g'il zargarlik do'koniga borib, otasining oldiga qaytib keldi va dedi: "Ular $150 taklif qilishdi, chunki u juda eski." Otasi dedi: "Lombardga bor." O'g'il lombardga borib, otasining oldiga qaytib keldi va shunday dedi: "Lombard $10 taklif qildi, chunki u juda eskirgan ko'rinardi." Ota o'g'ildan muzeyga borib soatni ko'rsatishini so'radi. U muzeyga bordi, qaytib keldi va otasiga aytdiki, kurator bu juda noyob buyumni ularning qimmatbaho antikvar kolleksiyalariga kiritish uchun $500,000 taklif qildi. Otasi aytdiki, "Men senga shuni aytmoqchi edim, o'g'lim. To'g'ri joyda qadring baland bo'ladi. Noto'g'ri joyga tushib qolma va qadrlanmasang, g'azablanma."